Men uchun baquvvatlik degani ertalab yaxshi nonushta qilish. Yaxshi nonushta qilsangiz, demak kayfiyatingiz yaxshi, maroqli bo'ladi. Assalomu alaykum. Meni ismim Dilorom. Men bolaligimdan shu siyo bozorga katta bo'ldim desam bo'ladi. Bolaligimdan bozorga bo'lganman-da, lekin orzu qilganman katta odam bo'lay deb. Yaxshi o'qimaganligim sifatli может быть bozorchi bo'lgandirman, lekin kasbimdan nolimayman. Menga juda ham yoqadi kasbim. Kasbimni juda ham sevib savdo qilaman. Menga juda ham ma'qul. Odamlar bilan savdolash, ular bilan gaplashish juda ham menga maroqli. Ertalab 8 ga kelib, havolarimni chiroyli qilib, vitrinamni chiroyli qilib, odamlarga kelsa, shundoq ko'rsa havasi keladigan darajaga nima qilishga harakat qilaman. Keyin odamlarning ko'nglini ko'tarishga, kayfiyatini ko'tarishga harakat qilaman. Masalan, bir xil odam keladi, kayfiyati yo'q. Yaxshi gapiraman. Opajon, buni beraymi, uni beraymi? Kayfiyatingizni tushirmang. Endi meni ishim menimcha odamlarga ham qandaydir energiya beradi deb o'ylayman. Shunisi uchun bozor qiziq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bir kun bo'ladi savdo, bir kun bo'lmaydi. Endi savdo bo'lmasa albatta qiyin bo'ladi. Endi hayot qiyinsiz bo'lmaydi-da, baribir bir kun bundoq, bir kun undoq. Shunisi bilan hayot shirin deb o'ylayman. Meni ishim hayotimga ko'p narsani o'zgartirdi. Xudoga shukr, meni ishim orqasidan uyli bo'ldim, joyli bo'ldim. Bolalari o'g'limni o'qitishga kirgizdim. Meni klientlarim ko'p bo'lgan paytga vaqtimiz bo'lmadi. Obed qilishga, zavtrak qilishga vaqtimiz bo'lmagan paytda yonimizda issiq nonlar sotadi. Issiq nonni olib, magazindan nishon kolbasalarini buterbrod qilib yeyishni juda ham yaxshi ko'raman. Chunki nishon kolbasasini yesam, ham kuchli bo'laman, ham odamlar bilan afshasa qilish menga kuch beradi.